Shoshilinch xabar. Siz avgust oyida tug'ilganmisiz? Aynan bu sir siz uchun. Munajjimlar ogohlantirdi. Avgust oyida tug'ilganlar uchun O'zbekistonda xavfli davr boshlandimi? Avgust oyida tug'ilgan insonlar uchun barcha sirlar bugun ochildi. Videoni o'tkazib yubormasdan yaqinlaringizga ham yuborib, tezda oxirigacha ko'ring. So'nggi xabarlarni doimo birinchilar qatorida kuzatib borish uchun va eng dolzarb yangiliklarni birinchilar qatorida ko'rish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Avgust oyida tug'ilgan insonlar deyarli tavakkalchi bo'ladi. Ular o'zlariga juda ishonadi. Bu insonlar boshqalarni boshqarishni xush ko'radi. Odamlar oldida o'z fikrlarini oshkora aytishdan umuman uyalishmaydi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar ularga qilingan har qanday yomonlikka yomonlik bilan javob qaytaradi. Ularda kechirish yoki unutish degan narsaning o'zi yo'q. Bu insonlar har qanday davrda ham o'zini ko'rsata oladi va har qanday gapni to'g'ridan to'g'ri odamlarning yuziga ayta oladi. Birovning kamchiligini juda kam izlaydi, lekin o'zining kamchiligini doimo to'g'rilab borishga harakat qiladi. Bu insonlar hayotda o'ta ishonuvchan insonlar bo'lib, ko'pincha aldanib qolishadi. Lekin shunga qaramasdan ular hayotda anchagina omadli insonlar hisoblanadi. Ular boshqalarga qaraganda sevgiga kuchliroq berilishadi, ammo o'zlarini telbalarcha tutishdan tiyilishadi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar bir so'zli va qat'iyatli insonlardir. 2026-yilda avgust oyida tug'ilgan insonlar uchun bu yil omad eshiklari ochiladi. Ish va moliyada ularning o'sishi kutilmoqda. Muhimi sabr bilan va har bir qarorni o'ylab qabul qilish kerak deyilgan ma'lumotda. Aziz do'stlar, so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.